Xullas do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Hozir kriptovalyutalarni bir qator ko'rsatib tushuntirishga harakat qilaman. Hop. To'g'ri biz prognoz qilgandik. Oldingi esingizda bo'lsa, mana ichkilash trend chizib tortganman. Imенно o'sha joyga kelgan hozir. Bir necha marta kelib qaytib ketdi. Hop, ichkilash trend hozir yorib, maksimum tepaga ketish ehtimolligi bor. Bunday o'ylab ko'rasak, hozir ana oldingi niskalash trend bu boshidagi mana o'sha liniya уже shunga keldi, mana o'sha liniya mana. To'g'ri. Bu degani imенно hozir sotib olish vaqti keldi. Bu Doge Dogecoin'niki. Tak. PP bu qurbataniki PP coin ham o'sha oldingi narxiga почти yaqinlashyapti. Bu yer ham hozir sильный urgan mana. To'g'ri vaskalash trendda bo'lgan. Keyin niskalash trendga keldi. Mana o'sha niskalash birinchi urgan. Mana bu ikkinchi urgan. Bu PP ning chiqqan vaqti mana bu yoqda. Mana o'sha joy va bu urgan. Bu degani hamma kriptovalyutalar sotib olish eng maksimum joyga keldi hozir. PP Trump'da biz keyin mulohaza qilganda o'z Trump'ga ham hujumlar men 3 burchakda chizib qo'ygan, 3 burchakda yorgandan keyin mana o'sha 3 burchak bu yaqinda chiqqan Trump coin lishni Trump'da o'ziniki tepaga agar yorib chiqsa tepaga ketish ehtimolligi bor. Ethereum ham Bitcoin'dan keyingi ikkinchi eng meroviy kriptovalyuta hisoblanadi. Ethereum ham maksimal darajada tushib keldi o'sha narxga. Mana o'sha sильный уровень. Mana ko'ryapsizlar. Очень низколящий bu chiqib kelgan vaqtda mana bu yo'lda bu уровень eng низколящий va bitta уровень bu. Hozirdan momentda ana shu o'ringa yaqin turibdi. Mana shu o'rin. Mana bu eng oxirgi boshlang'ich chiqish o'rini. 1600 va 1200 ekan. 1200